Bu voqea 1986-yilda Andijonda tug'ilgan Nodir Mirzoga bag'ishlanadi. uzrep.com Dunyoga yig'lab kelgan jajji o'g'il chaqaloq, xursandchilik hammalamni olib ketgandi yiroq. Kun ketidan oy o'tib, oradan yillar o'tar, bola ulg'aya boshladi, asta voyaga yetar. Ota-ona ko'zlariga quvonch to'la porlagan, farzandli bo'ldik deya tashlarni unutgan, lekin bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Oradan yillar o'tib, afsus bola gapirmadi. Tengdoshlarining ichida ajralib turardi, bechora beayb go'da gapira olmadi nachora. Chaqaloq dunyoga nogiron bo'lib kelgan, hammaga berilgan zabon nega unga berilmagan? Ota-ona Allohdan har kun tunlari so'rar, o'g'limiz gapirsin deya iltijolar qilar, lekin afsus bolajon hech tilga kirmadi. Ota-ona bundan azob chekib qon yig'ladi. Ayrim insonlar nogiron bo'lib yaralar, ularda nima gunoh, yuragida alamlar. Bu taqdirni sinoviga chidash bunchalar qiyin, xursandchilik aralash kulgimiz solar. Ko'rsatishdi doktorga, tekshirishar vrach, shu tabib, ammo zabon bolaga yetmadi nasib. Bola bechora gapirmas, 4 yoshga to'lar. Ona yana homilador, ikkinchi farzandni kutar. Og'ir qiyinchilik, katta operatsiyalar bilan ikkinchi farzandni tug'ar, ne azoblar bilan. Ota-ona, qarindosh hammasi xursand, faqatgina jim turardi birinchi farzand. Ona ustidan sochilar, pochka pullar, sovg'alar, tabrik, dasta gullar. Lekin afsus, ota oilasini tashlab ketar, nogiron o'g'lidan uyalib yangi hayotin boshlar. O'g'il ota mehriga zor bo'lib o'sardi, bechora har kuni otasi sog'inib yashardi. Ona non topardi halol mehnati bilan, bolalarini boqardi ignaga qarab chevarchilikdan. Nega ayrim insonlar nogiron bo'lib yaralar, ularda nima gunoh, yuragida alamlar. Bu taqdirni sinoviga chidash bunchalar qiyin, xursandchilik aralash kulgimiz solar. Ikkinchi farzand ko'chada yoshligida o'ynab yurib, tengdoshlari akalaridan kalta yeb urishib, uyga kirib o'ksinardi, otasini sog'inib yig'lardi. Qani meni akamam sog'lom bo'lsaydi deya orzusi faqat otasini ko'rish edi. Ota esa qaytmadi, oilasini o'ylamay. Farzandlari ulg'aya boshlar, oylar o'tib, yil o'tib, hayotda qiyinchilik, taqdir sinovlarini kutib, ona asrab, avaylab katta qildi farzandlarini, hech kimdan kam qilmay o'stirgandi bolalarini. Nogiron bola hech nolimas hayotdan, chunki ularga joy berilar jannatdan. Sababi u bechora bilmaydi gunohli ish qilishi, faqatgina biladi u chetda turib kulishi. Ona yig'lab chiqar tunu kunlar, chekib bitta savol qiynaydi, ularda nima gunoh? Nega ayrim insonlar nogiron bo'lib yaralar, ularda nima gunoh, yuragida alamlar. Bu taqdirni sinoviga chidash bunchalar qiyin, xursandchilik aralash kulgimiz solar. Nega ayrim insonlar nogiron bo'lib yaralar, ularda nima gunoh, yuragida alamlar. Bu taqdirni sinoviga chidash bunchalar qiyin, xursandchilik aralash kulgimiz solar. uzrep.com